Bugungi videoda men top 5 ta modlarni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu modlarning barchasi Minecraft Bedrock uchun mo'ljallangan. Bu modlarning barchasi har xil versiyalarga to'g'ri kelgani uchun men har bitta mod ko'rsatganimda versiyasini aytib o'taman. Video davomida ko'rsatilgan modlarni esa meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Bo'lmasam gapni cho'zib o'tirmayman deyman. Modlarni obzor qilishga o'taman qani bo'lmasa. Okay. Yo hammaga sizlar bilan men yana o'sha Vismodda video boshida salomlash esdan chiqibdi. Minecraft o'zida ham salom beraveramiz. Bo'lmasa bugun men top 5 ta mod video chiqarishga qaror qildim. Bu video ancha oldin chiqish kerak edi. Mana zoom mod emas. Ya'ni yer bo'lib turibdi men bitta. Kallarni ishlatish kerak edi. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Ama nima qilyapti bu? Ye. Salapang. Bo'lmasam ehtiyoj bo'lamiz-a, ketdik. Qarang, yo'lga qarang. Abet. Hozirroq tushib kanalimga obuna qo'ying va videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Top 5-modimizda mana shunday turli xil avtomobillar qo'shadi. Bu yerda shinalarga ham alohida e'tibor berilgan ekan. Bu shinalarga tegsangiz sizni boshqa yerga uchirib yuboradi, ya'ni itarib yuboradi. Avtomobillar bilan birga Monster Truck ham bor. Bu modda faqatgina avtomobillar emas, velosiped, samolyot, ucharli kopcha, havo shari hamda traktor ham bor. Undan tashqari turli xil avtomobillar ham mavjud. Lekin men hammasini ham ko'rsata olmayman, chunki agar hammasini ko'rsatsam sizlarga qizig'i qolmaydi. Endi asosiy narsani aytib o'tsam, bu 1.21 versiyadan yuqori versiyalarga to'g'ri keladi. Bo'lmasam top 4-modga let's go. 4-modimizda mana shunaqangi dekoratsiyali anjom va uy jihozlarini qo'shishadi. Men bu slime jonga tegib ketdi, hozir dahshat qilaman. Hop, baxchi. Ko'rib turganingizdek bu Nautilusning idishi. Nishonga olib urgich, taxta, uzoq taxta, mana bunaqa taxtachalar, echki qo'yadigan taxta va shoxa. Shoxa, playba shoxa. Va skeletlar va shunchasi hammasi top 4-mod bo'ldi. O'zimizga top 3-mod bizga. Undan oldin esa bu mod necha versiyaga tushishini aytib o'taman. Bu mod esa 1.21.30 versiyaga tushadi. Bu versiyani men Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Top 3-modimizda bu sizlarga mana shunaqangi qo'shimcha funksiya qo'shib beradi. Ya'ni invertorlarga mana shunaqa narsalar qo'shib beradi. Bu narsa esa sizlarga nima kerak? Defaultda tursa qo'llar bilan xohlagan joyga bo'ladi. Bu ikkinchisi esa mana buni joylar tezlikda almashtirib beradi. Uchinchisi esa drop 1, ya'ni bittalab mana buni otib beradi. Va oxirgi 4-si drop all. Bu hammasini ya'ni bir stack bo'lsa loot hammasi bitta tashib beradi. Bu mod 1.21 dan yuqori versiyalarda ishlaydi. Bu mod bilan sizlar mana shunaqangi turli rangdagi taxtali yoki mana bu reshetki zinapoya deysam, har xil turdagi narsalar bor. Mana bu oq reshetga qo'yib ko'ring birinchidan, oq ham bor, mana har xil ranglar ham bor. Bu yerda qizil, yashil va what the fuck, mana bunaqa yonbosh taxtali narsa ham bor ekan. Bu oddiy Minecraftda yo'q hamki. Faqatgina bloklarning rangi emas, hattoki olovlarning turli rangdagilari ham bor. Nunda mana shu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda olaverasizlar. Modimiz tushadigan versiya esa 1.21 dan yuqori versiyalarga tushadi. Birinchi modga go. Hozir hammasini ko'rsatsam qiziq qolmaydi. Mana qaranglar, chiroyliligi what the fuck. Va nihoyat biz top 1-modga yetib keldik. Bu modimizda easy build bo'ladi. Ya'ni bu oson qurish modi. Bu sizlarga nimani qilib beradi, nima qilib berishi mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana qara, tepaga qurib keting. Sizlarga mana shu tepada bitta blok kerak. Shu buzuvchilardagini tepasi bitta. What the fuck? Voy, tepa buzib ketdi. Men qaranglar, mana tepa qurdinglar, korchi. Mana bunday qilib pastga o'yib chiqasiz, to'g'rimi?
Keyin mana bu tepada bitta blok qoladi-yu mana bu. Mana va nihoyat van blok qilmoqchilar, mana bitta blok qoldi. Lekin bu mod bilan shu air buildingni bosib qo'ysanglar, mana bunday qilib xohlagan joylarga havoga blok qo'yishlaringiz mumkin. Va bu yerda yana nasrga bosib, bulka bosib, ikkinchisini bossanglar, bu mod bilan keyin mana bunday qilib xuddi artefaktga o'xshab bunday qilib tortib, bam et taxtalar qo'yib qo'yishlaringiz mumkin. Ko'rasizlar, sizlarga shunaqa mod topib beraman, lekin sizlar kanalimga obuna bo'lmaysiz. Короче, bu modni hozir yana ko'rsatsam, qiziq qolmaydi. Qolgan narsalar o'zlaring ko'raverasizlar. Men qaranglar orqadan nimalar qilib tashlarimman. Nima, albatta bu modni qo'shib bemalol mazza o'ynab ishlatishinglar mumkin. Sizlar bilan Vezmut bo'ldi. Keyingi mod videoda yoki boshqa videoda uchrashguncha xayr. Hamma modlar men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Let's go. Albatta kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Tezroq men baraka bo'lishim kerak.